Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi xizmatimizda mana Audi A4 bo'ladi. Bu blokator rulya deydi. Masalan, har bir mashinada kalt solganimizda o'zi rulni qo'yib yuboradi va blokator rul. Kalitni olganimizda rulni qulplab qo'yadi. Aqabaqa burganimizda, shtop o'g'irlar boshqasi kalt yo'q holatda yurib ketmasligi uchun. Hop, endi shu blogimizda bo'layotgan muammosi Audi'mizda muammo bo'lib qolgan, zapusk yo'q, tablo yonadi. Rulvoy blokatorga ochib beradi, bo'ldi, zapusk yo'q. Xullas, akamizda shu muammo bilan bizga murojaat qildilar. Biz qilgan ishimiz nima bo'ldi? Borib diagnoz qildik. Ochibkamiz P02-811 ochib yonib qo'yapti. BSMdan ham o'chmayapti. Bizda BSM blokini yechib olganmiz. Biz BSM blogimizni mana markirovkasi mana shu bo'ladi. BSM blogimizning markirovkasi mana BSM2. Ya'ni bu orqa tomonda turadigan bo'ladi. Chistota, kalt ma'lumotlari mana shunda turadi. Hop, bu blogimiz orqa tomon, bak 10 tomonida. Shuni ochganimizda, ya'ni 10 tomonida turgan bo'ladi. Bu BSM blogi. Xullas, shuni yechib kelganmiz. Biz buni flash pametini o'qib olib, xudo xolasa, hozir bundan crash holatidan crashmi shu bizni mana shu rulvoy zasholkamizni umuman ishdan olib tashlash maqsadida hozir harakat qilyapmiz. Xudo xolasa, shuni hozir borib, mashinani zavat qilgan holatimizda ham qo'yib beramiz. Buni o'chirishdan maqsad nima? Maqsad bu blogimiz yangisi sotuvda yo'q. Biz zasholkamiz o'lganning hisobiga biz endi xudo xolasa bez zasholka qilib hozir akamizga programma qilib beramiz. Sababi o'zimizda zapchasi yo'qligi uchun. Agar bizda rul blokator topilgan bo'lganda, mana shu narsani o'zi olib turib qo'ygan bo'lardi akamizga va programmirованиясini o'zidan o'qib turib ham qilsa bo'ladigan holati bor. Uni qilib bergan bo'lardik. Lekin bu narsani o'zini topolmaganimiz uchun egasi tomonidan o'zimizga aka unda olib tashlang, shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa degan maqsad aytuvdi. Shunda hozir olib tashlash qarori qildik va olib tashlashdan hozir foydalanamiz. Foydalanayotgan apparatimiz bizda Autel. Autelda EEPROM o'qiydi, EEPROM ishlayotganini qiladi. Endi xudo xolasa shu apparatimiz orqali shuni hozir crashni o'chirib, qayta hozir yozamiz nasib. Mashinamizni hozir borib yurgizgandan keyin ham videosini qo'yib beramiz akalar. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Endi markalar bo'yicha ham imkon darajasida qo'ldan kelgancha xudo xolasa harakat qilib, sifatli qilib berishga harakat qilamiz akalar. Hop, akalar mana Audi'miz xudo xolasa o'sha rulvoy blokka ochib bergan hozir mana zamonlarimizni ochib oldik. Plus mana rulvoy zasholkamiz albatta tepasida turadi bu. Uni bo'shatish uchun biz mana konsol rulvoy bo'shatamiz mana endi. Torpedan tagini bo'shatamiz, mana rulni tagini. Plus rulvoy tepasida turadi, mana shu joydan to'g'rida turadi. Rulni pastga yotqizib turib, tepada shu boltini bo'shatsak bo'ldi, 10 volt bo'ladi. Mana shu blogimiz. Hozir bez mashi rulvoy blokirovkasiz hozir mashinani zavat qildik. Hozir mana polni ошибкаларni olib diagnostika qilyapmiz. Kelgan paytimizda umuman hech qaysi blok ulanmay turadi. Faqat mana shu blokda, ya'ni nesaksarin dostupda bitta ошибкamiz bor edi. Bu ham bo'lsa o'sha P02-811 da ошибкamiz. Rulvoy kolonka ishlamayapti deb. Endi hozir xudo xolasa hamma ошибкаларni bitta o'chirib turib, mashinani zavat qilamiz nasib. Xizmatlar bo'yicha bemalol masalan Audi'larda shunaqa muammo bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, nasib xudo xolasa aloqada bo'lamiz. Xizmatlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilayapmiz akalar. Hamma ошибкалari chiqdi, отчетini ko'ramiz. Hop, probeglarni chiqaryapti. Har doimda zindakda ishlayapmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Hop, endi подтверждение. Hop, probegi, ошибкалari mana rulvoy kolonkalarda ошибка mana. Первый ряд. Qolganlariga ошибка berib qo'ygan. Bularni sarant qilib qo'yamiz. Отчет, подтвердить. Подтвердить. Сохранить qilamiz, bo'ldi mana. Endi udarение ko'da ошибка qilamiz. Hammasini ошибкаларni o'chirib turib, bir qurindan keyin hammasini xotirjam zavat qilib olsak bo'laveradi. Audi'mizda kalt sloti mana shu joyda turadi. Xudo xolasa mana ishi ham bitdi. Ошибкалari hammasi mana o'chyapti xudo xolasa. Xudo xolasa mana hamma ошибкаlarimiz o'chdi. Endi zavat qilishdan xudo xolasa nasib. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa mashinamiz ham zavat bo'ldi. Faqatgina USBda qoldi xolos ошибкamiz. U rulvoy stabilizatsiya bo'ladi. Xudo xolasa bog'lari go'zal mana. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar akalar. Mashinamiz zavat bo'ldi.